maza yo'q. Ukam jigar biz jigar mazasi yo'q. Quvg'ishib ketgan do'ppil yeshib ketgan. Jallo biza tiko minamiz deyapmiz. Bu sog'liq bilan qanday qilib tiko minsa bo'ladi? Minalmasam kerak uka tiko. Quvg'ni ko'rsatsam hozir. Quvg'ishib ketgan qara dukkula bor. Nima bo'ldi yana qo'rqqan? Hozir bugun bordim. 120 ming bilan tekshirtirdim. Buyrak ishdan chiqqan dedi. Buyrak oshqozon, jigar o't, to'rtovini aytdi. To'rtalasini aytdi. Davolash kerak ekan, lechini olish kerak ekan. Men lechinaga sharoitim yo'q Sardor. Hamma zaifida aka. Toshkentga boring deydi. Meni borayotgan hech kim yo'q bitta. 70 ga kirgan inam bor, borolmaydi. Tiko olmaymizmi bo'lmasa? Mashina minmayman, o'z sog'ligim yo'q uka. Men tiko beraman deb harakat qilaveribman sizga deganim. Joningiz sog' bo'lsin ukam, og'rimasang ham seni to'g'ri tushunaman. Musofir ukam. Men oddiy Toshkentga borib, nonimni yeyolmaganman. Bir oyda qochib ketganman balisada, sharoitim bo'lmagan. Vodiylik akalar bir kun sistema berdi, 2 kun berdi, 3-chi kun shpris berdi, endi so'ravergan odam beti bo'lmadi. Oxiri qochib ketibman. Keyin bir ukam sen, masalan, men sendan umid qilmayman, umringiz bo'lsin. Joni sog' bo'lsin. Bu qancha ketar ekan, sir bo'lmasa? 15 million pulim bor yonimda. U menga yetmaydi, 15 million yetmaydi. Jigarlar akani işte davolanishiga bitta yordam qilaylik, qo'ldan kelgancha. Men o'zim ham kartasiga tashlayman qo'limdan kelgancha. Bir kishini yordami bo'lmaydi, hamma qo'ldan kelgancha yordam bersa bo'ladi. Bitta shu bratga yordam qilamizmi? Ha? Bir 2 raund bitta yordam qilaylik, shu davolansin. Agar shuni yaxshi bo'lib ketsa, Xudo xolasa, va'daga vafo 7-sana yo'q, 15-sana, 10-nechinchi sanaga bitta TikTokcha, tikocha sovg'a qilaman dedi.